Onun qadrini qilg'aysiz. Burun muhabbetni cho'qim kinolardek romantik bo'ladi, güzel davom etadi, güzel oxirlashadi deb o'ylaydim. Amaliyat reallik undaq bo'lmaydi ekan. Aksicha, shuncha oddiy, ammo ayrilishga qiymag'dak darajada bo'ladi ekan. Muhabbatning eng sop, eng haqiqiy holati onun kulgini qarab güləlaydigan, yig'isiga qarab yig' tutadigan, xatoliklarga ham ochiqlaydigan bo'ladi ekan. Kayfiyatimiz yaxshi vaqtlarda uning uchratgan barchani so'zlab bergimiz keladi ekan. Nachar chaqlarda uningdan tasalli kutadi ekanmiz. Uningdan o'rinsiz ranjib qoldi ekanmiz. Biroq birdamdila ochiqimiz yenib, uningga yanada yaxshi muomala bo'ldi ekanmiz. Chunki birini haqiqiy sevgan vaqtda herkesmi onundan ayrılıp qalğımız kelmeydi ekan. Sizni suydigan biri belkim sizga eng yaxshisini, eng qimmatni berolmasligi mumkin. Ammo u doim sizning o'rningizda turib, masalalarni hal qila oladi. Sizga eng kerakligini beralaydi. Balkim u eng yaxshi bo'lmasligi mumkin. Uning nurg'un kamchiliklari bo'lishi mumkin. Ammo u sizni haqiqiy sevgichidir. Neçe milyon kişiler arasından şundak birini uçurtuş asan emas. Sizge kuydagan birini uçuratqanыңızda onun qadrini qilg'aysiz.